Kecha ginekolog opam aytyapti, hamma doktorlar hozir, menga esa hamma ingliz tili o'qituvchisidek yoki blogerdek tuyuladi. Aslida shunchaki o'zimizga o'xshagan odamlar ichida yashaymiz. 4-5 yil oldin odamlarni ilmsiz bo'lib ketayotganida ayblardim. Vaholanki ulardan biri o'zim bo'lganim uchun atrofimda shundaylar ko'p edi. Va hozir tanqid qilganimni eslasam kulgim keladi. Yaqinda bir odam intervyusida hamma qizlar pulga qarab muomala qiladi deganda, aslida faqat uning kurugida shunday ayollar bo'lishi mumkin. Oldin ham aytganimdek, hamma deb gapirishdan qochish kerak. Ko'pincha biz tanqid qilayotgan xususiyatlar o'zimizda ham bo'ladi, ayniqsa yomon ko'rganlarimiz. Biz o'zgarsak atrofimiz o'zgaradi. Yo, eski odamlarimiz qochib ketmaydi, shunchaki ularning o'zimizga mos tomonlarini ko'rishni boshlaymiz. Bugun piknik uchun tayyorgarlik qilayotganimda xuddi shu o'ylar hayolimdan o'tdi. Sizni o'zimga o'xshataman degan ko'p xatolaman. Aslida qaysidir jihatlarimiz o'xshagani uchun ham bir-birimizning atrofimizdamiz. Keyin juda ham ko'p ayollar yorlarining pulini emas, birga o'tkazadigan vaqtini, g'amxo'rligini, shirin gapini, kulib qarashni afzal ko'rishadi. Xullas, hammaning xarakteri, maqsadlari, yo'nalishlari har xil. Hamma esa o'ziga mos kurukda yashaydi. Biz oilaviy piknikchamizga ketdik. Sizning kuningiz yaxshi o'tsin.